Ro'yo. Muallif Shamsinur. Bahromni kelishiga nimadir pishirishga kirishganda Ayyubni o'zi qo'ng'iroq qilib qoldi. Husnora, bezovta qilmadimmi? Yo'q, gapiravering. Singling masalasida gaplashmoqchi edim. Siz singlimni taniysizmi? Husnora bu gapdan hayron bo'ldi. Singlisini qayerdan taniydi Ayyub? Ha, yaxshi taniyman. Men unga uylanmoqchi bo'ldim. Voy, mana-ku yangilik. Nega o'tgan zamonda gapiryapsiz? Chunki dadang uni bermasa kerak deb o'ylayapmiz. To'g'ri, bu muammo bor. Dadamni fe'li juda maqtagulik emas. Shunga yaxshilab o'ylab ko'ring. Eshik jiringladi. Keyin esa ochilib Bahrom kirib keldi. Husnora bu vaqtda Ayyub bilan gaplashib turardi. Lekin boshim qotdi. Voz kechay desam, yurak qo'ymayapti. Ayyubning shu gapini Bahrom noto'g'ri tushundi. U xotinimga gapiryapti deb o'ylab g'azablandi. Ayyub aka, xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Husnora gapira turib Bahromning jahldan qizargan yuziga ko'zi tushdi. Bilmadim. Boshim qotdi. Ayyub aka, sizga keyin qo'ng'iroq qilaman, maylimi? Xo'p, sog' bo'l. Telefon o'chdi. Bahrom javob talab qilgan nigohlari bilan Husnorani yeb qo'ygudek tikilib turardi. U hamon seni unutolmabdimi? Bahrom aka, sizga nima bo'layapti? Bunaqa emasdingiz-ku? Sendan so'rayapman. Javob ber. U singlimni yoqtirib qolibdi. Aldama. Bahrom aka, sizga tushuna olmayapman. Men sizni yoringizdaman. Sizni tanladim. Nega oraga Ayyubni qo'shasiz? Chunki u senga qo'ng'iroq qilyapti. Umriyaga uylanmoqchi bo'lgan ekan. Dadang bermasligi mumkin dedi. Boshqa gap yo'q. Husnora asabiylashib boshladi. U seni qadrlamaydi. Biz bilan birga bo'lishing kerak. Seni juda kuchli, kelajakni ko'ra oladigan qila olamiz. Xo'p, ishondim. Sen meni tanlov qilmading. Majburligingdan yonimdasan. Meni hech kim, hech narsaga majbur qila olmaydi. O'zim xohlab yoningizdaman. Bu degani har xil kurakda turmaydigan gaplaringizni ko'taraman degani emas. Bahrom qizni o'ziga qaratdi. Husnora, meni sabrimni sinama. Men yaxshi odam emasman. Ikki quloqing bilan eshit. Seni birovga berish niyatim yo'q. Undan ko'ra o'ldirib qo'ya qolaman. Ertaga qishloqqa boraylik. Dadamning ahvoli og'ir ekan. Bahrom o'ylanib qoldi. Bahromning ko'zlarida jahl va shubha alangasi hamon so'nmagan edi. Qishloqqa borish taklifi uni biroz tinchlantirdi. Chunki bu Bahromga nazoratni qayta o'z qo'liga olish imkonini berardi. Mayli, boramiz, dedi u og'ir nafas olib. Lekin ertaga emas. Ertaga mening muhim ishim bor. Indinga boramiz. O'zingcha yana u bilan qo'ng'iroqlashib yurma. Husnoraning yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Bahromning tahdidlardan qo'rqsa ham hozircha jon saqlab qolganidan xursand edi. Urush kattalashib ketmaganiga shukr qildi. Mana, ko'rdingmi? Sen zaifsan. Sen himoyaga muhtojsan. Biz esa senga kuch bera olamiz. Ovoz yana uning qulog'iga shivirladi. Husnora chuqur nafas oldi-da, barcha kuchini to'plab, ichida o'rgangan himoya duolarini takrorladi. Alloh nomi bilan boshlayman. Ayni paytda uning tanasiga sovuq ter bosdi. Bahrom yuvinishga kirib ketgach, Husnora shoshib oshxonaga o'tdi. Qo'llari titrardi. U endi tushundi. Bu faqatgina Bahromning rashki yoki Ayyubning qo'ng'irog'i emas. Uy atrofidagi notinchlik, Bahromdagi o'zgarish, uning o'zidagi qo'rquv, hammasi o'sha sharpalar bilan bog'liq edi. U darhol Baqara surasini telefonidan ochib, past tovushda uyda eshittirib qo'ydi. Husnora oyatning birinchi so'zlarini eshitirishi bilan oshxona chirog'i birdaniga yonib o'chdi.
Ko'cha tomondagi oynaga nimadir qattiq urilgandek tovush keldi. Hatto yuvinish xonasidan Bahromning g'azabnok ovozi eshitildi. Nima qilyapsan? Nimaning ovozi bu? Tez o'chir. Husnora titragan ovozi bilan telefonni o'chirdi. Himoyaga bo'lgan urinishi jinlarni yanada g'azablantirayotgandek edi. Uni tark et. U seni azoblaydi. Biz senga rohat beramiz. Ovoz shiddatli tus oldi. Yo'q. Husnora ovoz chiqarib pichirladi. Men Allohning himoyasidaman. U yotoqqa kirguncha oyna yoniga bordi. Tashqarida qorong'ulikka cho'mgan bog'da uzun, qora soyaning tez harakatlanganini ko'rib, yuragi orqaga tortib ketdi. Kimga qarayapsan? Xuddi kimdir qochib ketgandek bo'ldi. Yurkech bo'ldi. Husnora Bahromga qaradi. Bu ko'zlarda avvalgi sevgini topolmayapti. Xo'p. Umriya dadasini yonida o'tiribdi. Dadajon, siz yashaysiz. Mana ko'rasiz. Siz istagandek oliy ma'lumotli bo'laman. Qizim, ko'p siqilma. Mendan keyin oying va ukangga tirgak bo'l. Yo'q, dada. Siz o'lmaysiz. Siz qanday yashaymiz? Maqsud aka xirillagancha nafas olib jim qoldi. Dadangni ko'p urintirma. Charchab qoladi. Umriya ko'z yoshini artgancha otasini yonidan turdi. Oyi, doktorga olib boraylik. Kecha tez yordam kelib ketdi. Umri oz qolgan. Bemorni qiynamang dedi. Umriya onasini quchib yig'lab yubordi. Bir vaqtlar o'pkasi qattiq shamollagan ekan. Hozir o'pka qurishi deyishdi. Peshonada borini ko'ramiz. Aytgancha, Husnora keladimi? Ha, kelsa kerak. Kelsin-da. Menimcha dadang uni kutib ilhaq bo'lib o'tiribdi. Oyi, shifoxonadan bekor olib chiqqansiz. Balki Umriya ular ham davolay olmagach javob berdi. Men ham dadangga kuyib o'tiribman. Qo'limdan nima kelardi? Umriya onasini so'lib qolgan yuziga qarab ichi achidi. Bahrom uyg'onganida xotinini yonida ko'rmagach, darrov uni izlashga tushdi. Husnora, labbay Bahrom aka. Qayg'orga yo'qolding? Nonushta tayyorlayotgandim. Bahrom yuvinishga kirib ketdi. Bu yerda aniq bir gap bor. Bahrom birdaniga boshqa odamga aylanib qolgani g'alati. Bahrom aka, bugun qishloqqa boramizmi? Nega? Dadamni ko'rgani. Boramiz. Ishlaringni bo'lib kiyinib tur. Ketamiz. Oyimnikida ham 1-2 kun turib kelamiz. Xo'p. Aytilgan vaqtda ikkisi qishloqqa ketish uchun chiqishdi. Bahrom Husnoraga orqa o'rindiqqa o'tishini aytdi. Nega? Oldinda ko'pchilikni ko'zi tushadi senga. Indamay orqada ket. Husnora noiloj xo'p dedi. Yo'l bo'yi indamay ketishdi. Husnorani ko'zi ilibdi. Tushida qabrni ko'rdi. Qabr ichidagi kafanga o'ralgan jasad jizg'anak bo'lib kuygan emish. Qabrga yaqinlashsa juda issiq. Hatto qo'l kuyadigan darajadamish. Husnoraning tushi uni cho'chitib yubordi. Ko'zlarini ochib, mashina oynasidan tashqariga qaradi. Quyosh tikkaga kelgan, yo'l chetidagi daraxtlar tezlik bilan ortda qolmoqda edi. Jasad kuygan, issiq. Uchishidagi dahshatli tasvir uning miyasida aylanardi. Qabrning o'ta issiqligi uning ichidagi shaytoniy vasvasalar va Bahromning ichidagi g'azab bilan bog'liqmi? U bu og'irlikdan qutulish uchun yanada ko'proq himoya istagi bilan to'ldi. Orqa o'rindiqda yolg'iz ketayotib Bahromning sovuq munosabatini o'ylar ekan, Husnora o'zini undan yiroq his qildi. U endi bu odamni deyarli tanimasdi. Nega jimsan? Bahrom oynadan unga qarab qo'ydi. Ovozida hissiyot yo'q edi. Yo'l charchatdi, dedi Husnora shu haqida gapirgisi kelmay. Charchasang uxla. O'zingcha nimalarnidir pichirlama. Bahromning bu gapiga Husnoraning yuzlari muzlab ketdi. U gapini ovoz chiqarib aytmaganda. U qanday bildi? Bu shunchaki tasodifmi yoki
Ko'rdingmi? U sening hamma siringni biladi. U seni nazorat qiladi. Agar biz bilan bo'lsang, sen ham shunday kuchga ega bo'lasan. Ovoz yanada aniq eshitildi. Husnora darhol Oyatal Kursini ichida takrorlay boshladi. Ko'zini chirt yumib, faqat oyat ma'nolariga diqqat qildi. Oyatni o'qishi bilan mashina sekilladi. Bahromning boshi qattiq og'rib, rulni qattiq siqib oldi. "Eshikni och", dedi u tishini tishiga qo'yib. "Nima?" Husnora hayron bo'ldi. "Oynani tushir dedim, havo yetmayapti." Husnora Bahromning g'azabidan qo'rqib oynani darhol tushirdi. Tashqaridan kelgan shamol uning yuziga urilishi bilan Bahromning tanasidagi qisqich biroz bo'shashdi. "Sizga nima bo'ldi?" "Bilmadim. Birdan boshimni nimadir qisib olgandek havo yetmadi." Husnora Bahromning holatini tahlil qila ketdi. Nihoyat ular qishloqdagi eski ko'chada qurilgan ko'rkam hovliga yetib kelishdi. Hovli odamlar bilan gavjum edi. Ayollarning past ovozdagi yig'isi, erkaklarning esa xomush chehrasi vaziyatning qanchalik og'irligini ko'rsatib turardi. Husnora mashinadan tushib, shoshib ichkariga qadam qo'ydi. U yerda o'gay onasi va singlisi Umriya uni ko'rib ko'z yosh to'kib yuborishdi. "Qizim, keldingmi? Otang." Jamila Husnorani mahkam quchoqladi. "Dadam qayerda?" Husnora yugurib otasi yotgan xonaga kirdi. Maqsud aka so'lg'in, rangi oqargan holda yotardi. Uning har bir nafasi og'ir va xirillash bilan chiqardi. "Dada, men keldim." Husnora uning yoniga cho'kkalab qo'llarini tutdi. Maqsud aka ko'zlarini zo'rg'a ochdi. Uning yuzida nim tabassum paydo bo'ldi. "Keldingmi, qizim? Mening go'zal qizim. Baxtli bo'l. Siz tuzalasiz, dada. Bizni qo'rqitmang." Maqsud aka qaltiroq qo'li bilan Husnoraning yuzini siladi. "Qizim, uyingni, qal'angni mustahkam qil", dedi u zo'rg'a. Bu so'zlarni aytar ekan Bahrom xonaga kirib keldi. "Dadajon, qiynalyapsiz. Gapirmang." "Husnora, senga otalik qilolmagan otangni kechir. Afsuslanaman. Juda afsuslanaman." Maqsud aka Bahromga yana bir bor nazar tashladi. "Qizim, esingda tut. Mashina..." Maqsud akaning nafasi birdan qayta boshladi. Uning ko'zlari shiftga qadaldi. Husnora qo'rqib ketdi. "Dada, nima bo'ldi? Mashina nima, dada?" Xonaga yugurib kirgan Jamila va Umriya Husnoraning yonida cho'kkaladi. "Maqsud aka!" Jamila yig'lab yubordi. Bahrom esa o'zini butunlay betaraf tutdi. U na Maqsud akaning ahvoliga, na Husnoraning ko'z yoshlariga achindi. "Mana, sening yana bir himoyaching ham ketyapti. Endi hech kim seni qutqara olmaydi. Bizga kel, Husnora. Kuchli bo'lishing kerak." Ovoz uning fikrini o'zgarishi uchun tinimsiz harakat qilardi. Husnora ovozining ta'sirini chetga surishga urindi. U otasining so'nggi so'zlari mashina va qal'angni mustahkam qil nima haqida ekanligini tushuna olmadi. Maqsud aka so'nggi bor xirillab nafas oldi-da, ko'zlarini yumdi. Qo'li Husnoraning qo'lidan tushib ketdi. Husnoraning yuragidagi og'riq nafasini bo'g'di. Uning faryodi xonani to'ldirdi. "Dadajon! Yo'q!" Maqsud aka jon taslim qilgandi. Hamma yig'lab yubordi. O'sha kech otasining jasadi yonida o'tirar ekan, Husnoraning himoya qalqoni butunlay parchalanib ketgandek tuyuldi. Bahrom unga yaqinlashdi. "Bardam bo'l. Men hech ham yaqin bo'la olmadim otam bilan. Men..." Husnora erini quchgancha yig'lardi. Jamilani esa ahvoli havas qilgulik emas. Bu ayriliqni ko'tarishga bardoshi yetmay, necha bor hushidan ayrildi. Maqsud akani ertalab chiqaradigan bo'lishdi.
Kimdir go'rkovga chopgan, kimdir kafallikka. Hamma qarindoshlari ertangi azaga tayyorgarlikni boshlab yuborishgandi. Hovlini qayta tozalashga tushib ketishdi. Qabristonda bugun 2 ta qabr qazilyapti. Biri Maqsud akaniki bo'lsa, biri Hamro mullaning o'zi asrab olib katta qilgan jiyani edi. Uning qanday vafot etganini hech kim bilmadi. Kimdir kasal desa, kimdir yuragi yorilib o'libdi dedi. Xullas bugun qishloqda 2 ta aza. Bitta yangi qabr qazilayotgan bo'lsa, ikkinchisi Hamro mulla tirikligida o'ziga yasatgan sag'anani ochishayotgandi. Bu yerda faqatgina Hamro mulla ko'milgan. Endi esa uning jiyanini ko'mishadi. Ya Alloh, nima bu? Atrofdagilar go'rkovni ovozini eshitib o'sha tomonga qarashdi. Nima gap? Qabr tandirdek qizib yotibdi. Sizlarga ham kuygan lattani hidi kelyaptimi? Chindan ham atrofni kuyindi hidi tutib, ko'pchilik hidga chidolmay burnini yopdi. Ichkarida Go'rkov gapirolmay qoldi. Hamro mullani necha yil o'tsa ham jasadi endi qo'yilgandek turar. Farqi qop-qorayib kul bo'lgan. Qizib yotardi. Qo'l kuyay deydi-ya. Astag'firulloh. Jinkash odam edi. Alloh o'lganidan keyin jasadini ham holiga voy qilib qo'yar ekanda. Shuning uchun banda tirikligida bilib qadam bossin deyilmagan. Qayta yoping. Bu qabrga boshqa mayyitni qo'yib bo'lmaydi. Maqsud akani qabrga qo'yishdi. Shu bilan bu odamning hayot yo'li tugab bo'lgandi. Azaga ko'ngil so'rash uchun Ayyub va Mahmud akaga ham tashrif buyurib, 3 kun aza tugaguncha Husnoraga hamdardlik bildirishga kelib turishdi. Qizim, bandalik, o'lim haq. Hammaning boshida bor. Ota-ona o'lmoq merosdir. Husnora negadir yig'la olmadi. Balki yoshligidanoq dadam deb Mahmud akani bilgani uchunmi, bu unga juda ham ta'sir qilmaganda. Dadajon, faqat siz o'lmang. Buni ko'tara olmayman. Siz meni o'zimni dadamsiz. Mahmud akani ko'zi yoshlandi. Sen ham meni o'z qizimsan. O'zimning qizim. Ayyub esa g'amdan ado bo'lgan Umriyaga nima deb taskin berishni bilmasdi. Aza marosimlari tugagandan keyin Bahrom 1-2 kun onamni uyida turamiz deb shaharga ketishni ortga surdi. Bahrom aka o'qishchi. Senga o'qish muhimmi yoki menmi? Siz butkul o'zgargansiz. Nega bunaqa odamga aylanib qoldingiz? Husnora mashinada qaynonasini ko'chasiga qayirlar ekan, dilidagini yashira olmadi. Nima? Onamni uyiga boramiz deganim senga yoqmadimi? Eshitib qo'y. Onam men uchun hammasidan muhim. Husnora rosa hayron bo'lardi. 3 kunlik azada e'tibor bermadimi yoki chindan ham ro'yolar jimib qolgan. Balki chindan ham ular jin emas, gallyutsinogenlarning ta'sirini qaytalanishi bo'lgandir. Yana Ayyubni o'ylayapsanmi? Tushunmadim. Uni nima aloqasi bor? Husnora, o'qishing o'zi ta'tilga yaqin qolgan. Sen qaytib borib o'tirma. Men sessiyani yopib kelaman. O'zim ham ta'tilga chiqib qaytaman. Ungacha onamni uyida turasan. Husnora bu gapni aqlga sig'dira olmadi. Bu uyda u nima qiladi Bahromsiz? Siz gapimni aytdim. Husnora jim qoldi. Bu munosabatlarni tagiga yetishi kerak. Buni shunday qildirib bo'lmaydi. Ayyub Umriyaga taskin berish uchun qo'ng'iroq qildi. Alo, yaxshimisan? Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Yaxshi deb bo'lmaydi. Suyangan tog'imiz quladi. Umriya yig'ladi. Yig'lama. Peshonada yozilgani bo'ladi. Ortlardan qila oladigan yagona ishimiz duodir. Tilovat qilish kerak. Marhumlar suvga tashnadek ortlardan o'qilgan, ularga bag'ishlangan tilovatlarga juda muhtojdirlar. Oyimga qarashim kerak. Sog' bo'ling. Umriya uzoq gapirmay telefonni o'chirdi. Chindan ham onasi ko'p betob bo'lib qolyapti otasidan keyin. Oyi, ahvolingiz yaxshimi? Ha, Jamila holsizgina yotardi. Ukalaringga ovqat suzib ber. Och qolib o'tirmasin. Xo'p,
Jamila yostig'i ostida buklangan vasiyatnomani oldi. Mol-mulk teng taqsimlanibdi. Faqat Xurshidga hech narsa berilmagan. Samiyaxon Husnorani sovuqqonlik bilan kutib oldi. Yaxshimisiz, kelin poshsha? Qaynonadan hol ahvol so'rashga ham yaramaysiz. Endi xizmatingizda bo'ladi, oyi. Mayli. Qani kiringlarchi uyingizga. Husnora qaynonasidan shundoq ham iliqlik kutmagandi. Indamay o'zlariga ajratilgan xonaga o'tib ketdi. O'tgan gal kelganida bu xonadan qo'rquvdan dir-dir titragani esida. Yotoqqa o'tirma. Uni olib tashla. Husnora hayron bo'ldi. Nega u bunaqa deyapti? Qaynonang sendan qutulmoqchi. Ishonmasang, choyshabni tagini yaxshilab ko'r. Husnora ajablangancha bu gal uni gapiga quloq soldi. Chindan maydalangan isiriq va 7 xil ip qo'yilganda. Biz senga yordam beramiz. Senga yomonlik qiluvchilarni yo'lini kesa olamiz. Faqat bizga ishonishing kerak. Husnora 2 qo'li bilan quloqini yopdi. Bahromni o'zgargani bejiz emas ekanda. Endi bu muammolardan qanday qutuladi? Bu kunlar ham bormidi boshida? Husnora titroq bilan o'sha maydalangan narsalarni choyshab tagidan oldi. Isiriq va turli rangdagi iplar. Bu nimalar bo'layotganini u yaxshi tushunardi. Kimdir chindan uning yo'lini bog'lamoqchi. Uni bu oiladan yiroqlashtirmoqchi. Lekin nega? Bahromga u nima yomonlik qildi? Husnora bitta ipni olib uni deraza oldidagi tokchaga qo'ydi. Uni yoqib yubor. Yerga ko'm yoki suvga oqaz. Tokchaga qo'yma. Bu faqat uni yanada kuchaytiradi. Husnora eshikka o'girildi. Devorda faqatgina bahaybat soya turardi. Sen kimsan o'zi? Nima xohlaysan mendan? Soya bir qadam Husnoraga yaqinlashdi. Xonadagi havo birdan sovuqlashdi. Yelkasidan muzdek oqim o'tgandek bo'ldi. Men sening qutqaruvchingman. Biz senga bu dunyodan bo'lmagan kuchlar bilan yordam beramiz. Faqat Bahromga u haqida hech narsa demasliging kerak. U seni dushmanlaringni qo'lida. Ular uni aldashgan. Men nima qilishim kerak? Biz aytgan har bir ishni qilishing kerak. Qaynonangning xonasiga kir. Yostig'ining tagiga qara. Unda sening rasmlaring bor. Uni yoqib yuborsang, qilingan barcha yomonliklar o'z egasiga qaytadi. Shaytonni vasvasasiga uchma. U vasvasa qilishdan nariga o'tmaydi.